Sizlar qaranglar, hozir men bu texnikalar daftarim bor-da, har xil mana texnikalar. O'shalarni yozib qo'yganimda, men bitta bir antiqa texnikani topib oldim mana shu. 108 texnikasi. Lekin men buni qilib ko'rmaganman, umuman qilib ko'rmaganman. No, buni bilasizlarmi, qayerdan topganman? Bitta o'g'il bola anaqa biznes bo'yicha webinar qilganda, uni anaqalarini nima deydi? Rezultatlarini ko'rib, o'zlarini ko'rib, webinariga kirganman. Webinar orasida mana shu texnikani berib ketganlar-da. Lekin qilib ko'rmaganman. Hozir sizlar bilan bo'lishyapman. Qani ko'ramiz. Qilib ko'ramizmi yoki qilmaymizmi, nima deysizlar qizlar? Tushuntiraman sizlarga. Kстати, qizlar, buni qanaqa texnikaligini aytmoqman. Bu pul keltiruvchi texnika. Xo'p, nimadir maqsadingiz bor, o'shanga pul kerak, no sizda pul yo'q bo'lsa, mana shu texnikadan foydalansangiz bo'lar emish. No, lekin men bilmayman qizlar, buni hali o'zim qilib ko'rmaganman. Xo'p, birinchi o'chirda sanaydigan biror narsa olamiz, masalan, tasbeh, чтобы sanashimiz uchun deb. Nimaga bizga pul kerak yozamiz. Endi men primerni yozganman, xuddi shu pulni olgandek yozamiz. Masalan, telefon olishim kerak, telefon olishim uchun 3 million kerak. Konkretni yozish kerak ekanda, summasini 3 million kelganidan minnatdorman. Bir marta yozib, shu so'zni Allohim deb boshlagan holatda 108 marta takrorlanadi. Ya'ni mana shu so'z 3 million kelganidan, telefon olishim uchun 3 million kelganidan minnatdorman deb qaytarilar ekan 108 marta. Xo'p, keyingi etapda tavakkal. Men shu ishga sabab qildim va natijani Allohga tavakkal qildim derkanmiz. Ya'ni prosta tak yozib qo'yib, o'tirmaymizda, olma pish og'zimga tushib, sabablarini qilamiz ekanda va shunaqa deymiz. Birinchi yozib 108 marta aytilar ekan. Ya'ni mana shu tepadagi so'z bor, boya aytdim. O'shani daftarga yozib turib, bir marta yozib 108 marta aytilar ekanda. Agar shu summa kelmasa, ikkinchisida yozmas ekanmiz, prosta tak 108 marta aytar ekanmiz, shu pul kelgungacha qaytarar ekanmiz 108 martalab. Xo'p, endi eng glavniy joyi shu pul kelsa, shu aytgan narsaga ishlatish kerak. Bo'lmasa, boshqa narsaga ishlatish mumkin emas. Bo'lmasa bu texnika ishlamay qolar ekan, qizlar. Вот, eslatma, agar inson o'z harakatini o'zgartirsa, fikrini o'zgartirmasa, hayoti ham o'zgarmaydi. Birinchi o'chirda miyadagi fikrlarni o'zgartirish kerak.